Samarqanddagi 51-maktabga salom, hammaga, o'qituvchilarga, Firoli Opelga, yana kimga salom aytamiz? Nigor opaga va Umriy Islamni, Dilrabo Qosimov va Mohidul Asqarovni hammalarga salom aytamiz. Albatta Farg'onada ustozlarim ham juda ham esimdan chiqmaydi. Ziyoda Asqarovni, Sabot Turdaliyevni, Aliza Maksimovni kamida B2 kerak. Tayyorlov kurslari yo'q O'zbekistonda aynan bu test uchun. O'zim tayyorlanganman. Topshirish jarayoni muddati o'tib ketgan bo'lsa ham menga aprelda o'zini portalini ochib bergan edi. Uchun ball past chiqdi, 85 chiqdi. Yilda bir marta topshiradimi-ki, ikki marta topshirsa bo'ladi? Xuddi menda bo'lgandek. Menda ball past bo'lgan edi. Va top 3 ta beriladigan savol o'sha nima uchun biz universitetimiz aynan deyish mumkin? Qanaqa? O'sha nima uchun aynan bu universitetni tanlayapsan? Yoki Germaniyaga kelishingdan sabab nima? Keine Ahnung degan. Mansur aka ko'rib turgan bo'lsa, aka rahmat kattakon. Ana bo'lmasam. Mansur aka katta rahmat. Xudo xolasa iftorgidan kelyapmiz do'stlar. Og'abek, nimaga siz aynan Germaniyaga o'qishga keldingiz? Germaniya oldindan rejalashtirib kelganmisiz? Aytib berasizmi? Qiziqarli juda ham menga. Men Germaniyaga oldindan qiziqardim, chunki o'sha Samarqand shahridagi 51-chi nemis tiliga ixtisoslashgan maktabda o'qiganligim tufayli u yerda biz nemis tilini chuqurroq o'rganardik va birinchi sinfdan nemis tilini chet til sifatida o'rganganmizda. Samarqanddagi 51-maktabga salom, hammaga, o'qituvchilarga, Firoli Opelga, yana kimga salom aytamiz? Nigor opaga va Umriy Islamni, Dilrabo Qosimov va Mohidul Asqarovni hammalarga salom aytamiz. Juda ham eng zo'r maktablardan biri Samarqand nomer 51. Baxtab qo'yamiz. Albatta Farg'onada ustozlarim ham juda ham esimdan chiqmaydi. Ziyoda Asqarovni, Sabot Turdaliyevni, Aliza Maksimovni, yana boshqa ustozlar esdan chiqqan mumkin. Tak, ketdik. Germaniyaga siz oldindan o'sha 51-maktabda o'qiganingiz uchun kelgansiz va qaysi fakultet, qaysi universitetga kirgansiz Germaniyadagi? Germaniyada juda ham ko'p universitetlar bor. Berlinda, misol uchun Freie universitet bor yoki TU bor. Qaysi universitet o'qiysiz? Men o'sha Brandenburg shtatidagi Polsha bilan chegaradagi kichkina bir shaharcha Frankfurt Oder shahridagi Yevropa universiteti Vedrina nomli universitetda o'qiyman. Nechinchi kursda hozir, nechinchi semestr? Hozir men tugayaptimi yoki boshlandimi? Endi birinchi semestrda bitirdim. Ha, endi birinchi semestr. Ha, yaxshi, juda ham yaxshi. Universitetga qanaqa talablar bo'lgan? Misol uchun A1mi, yo B1mi yoki A2mi? Qanaqadir motivatsion xat yozish kerakmi yoki Lebenslauf nima o'zi? Siz nimalar qilgansiz? Qayerdan bilgansiz talablarni? O'sha universitet saytiga kirib o'zingiz gaplashganmisiz yoki firma qilganmi? Necha pul to'lagansiz firma qilgan bo'lsa? Aytavering, shu qiziqarlikda. Universitet haqida men to'g'risi o'sha bizdan oldingi katta akalarimiz, opalarimiz ham avval shu universitetda kelib o'qiganligi sababli bilganman. Ular bizga aytib berishgan va qiziqish o'shandan bo'lgan. Universitetga keladigan bo'lsak, talablari o'sha kamida B2 darajasi, til darajasi nemis tilida. Undan tashqari siz ingliz tilida ham kelib o'qisangiz bo'ladi. Keyin o'sha maktabdagi yaxshi baholaringiz, undan tashqari yana shunaqa imtihon bor, test degan. Ya'ni test qaysi kim chet ellik talabalar uchun. Siz u testda qaysi sohada kelib o'qimoqchi bo'lsangiz, o'sha sohani kelib davom ettirib keta olishingizni ko'rsatasiz-da. O'sha qayerda test bo'ladi? Bu yerdami yoki O'zbekistondami? O'zbekistonda. Ha, T kurslar bo'ladi, anaqa, o'shanaqami? O'sha kurs, B kurs. Men iqtisod sohasida o'qiganim uchun B kurs imtihon topshirganman. Qanaqa fanlar bo'lgan test? Misol uchun matematika? Test ko'proq o'sha matematika, iqtisod va tanqidiy fikrlash. Ha. Qancha tayyorgarlik ko'rgansiz? Va repetirga borganmisiz yoki отдельно qanaqadir repetirlar bo'lgan? Nemis tilida testlar bo'ladimi? Qaysi tilda bo'ladi testlari u? Test siz iqtisod sohasidagi savollarga nemis tilida javob berishingiz kerak. Men to'g'risi tayyorlov kurslari yo'q O'zbekistonda aynan bu test uchun. O'zim tayyorlanganman. O'zingiz tayyorlangan. Kitobni sotib olib, kitob bor, shu test daftar. Ha. Qancha davom etgan misol uchun? Tayyorgarlik jarayoni. Tayyorgarlik jarayoni to'g'risi menda kam davom etgan. Menimcha 2 oyda, ko'pi bilan 2 oy. Chunki maktab oxiri, undan tashqari biz endi til sertifikati uchun imtihonni topshirib bo'lgandik. Undan tashqari olimpiada, boshqa narsa
universitetda undan tashqari boshqa talablari ham o'shaning uchun tayyorgarlik jarayoni kamroq kechgan menda 2 oy. Ha, misol uchun studentlikka o'xshagan narsa bo'ladimi? Misol uchun oxirida qanaqadir 2,5 beradimi? O'sha 3 ta fanni bitirsiz yoki C1 beradimi? Yoki B kursi qanaqa bo'ladi o'sha test dafi? Qanaqadir punkt beradimi? Test as, ha, Test as? ha. Punkt beradimi? Punkt beradi sizga. Ha. Endi yaxshiroq bo'lardi, o'zi 120 dan 100 dan yuqori, maksimal 120 ball, 100 dan yuqori to'plashsa yaxshi, katta shans bo'ladi. Ha. Va necha hafta, misol uchun topshirgansiz, necha hafta kutasiz javobini? Tezda chiqadimi yoki 2 hafta, 3 hafta? Masalan, men 22 fevralda topshirgan bo'lsam, javobi 21-martlarda chiqqanda 1 oy taxminan. Misol uchun past chiqdi, 85 chiqdi. Yilda bir marta topshiradimi yoki 2 marta topshirsa bo'ladi? Xuddi menda bo'lgandek. Menda ball past bo'lgan edi. Ikkita yo'nalishi bo'lsa, o'zi bittasi Kern test, ikkinchisi o'zida yo'nalishingiz bo'yicha. Men Kern test, ya'ni tanqidiy fikrlashdan 100 dan yuqori olgan edim. Lekin o'zimizda iqtisod sohasida menda 95 bo'lib qolgan edi. O'sha men kamroq tayyorgarlik ko'rganim evaziga. Lekin undan keyin men universitetda o'ziga to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqdim. Mana shunaqa men o'zimda ichimdagi motivatsiyani rostdan universitetga ko'rsatib berganligim tufayli universitet menga shans berdi va o'zi har doimgi topshirish jarayoni muddati o'tib ketgan bo'lsa ham menga aprelda o'zini portalini ochib bergan edi. Ha, ularda kim aytgan, yana qo'shimcha motivatsion xat yozib, 51-maktabdagi opalar, akalar yoki hech kim aytmagan. O'zingiz inisiativa qilib, motivatsiya yozib, realni qiziqishingizni ko'rsatganingizdan keyin nemislar ham misol uchun odam, ular sezgan, что realni misol uchun bankomatda ham yoki elchixonaga kiratsa ham odamlar sezadi-da, bizdaqalarda minglab ko'radi. Studentlarni ham o'sha universitet rektorlari ham minglab ko'radi. Bu odam, bu student bekordan bekor yozgani yo'q. Bu ko'zi charaqlab turibdi, bilimga misol uchun och, sezilgan deb o'ylayman men ham o'sha paytda. Shuning uchun ham o'zlari sharoit qilgan. So'roqlar o'tib ketgan bo'lsa ham, so'roq o'tib ketganida menga aniq esimda 3-dan 5-aprelgacha muddat berdi. O'sha kunlar davomida men portalga o'zi hamma hujjatlarimni topshirishim kerak edi. Jami necha oy vaqt kerak bo'ladi? Misol uchun hozir dokumentlar qancha davom etadi? O'rtacha qilib aytganda, Germaniyaga o'sha Berlinaga kirish uchun 5 oy ketadimi yoki 6 oy ketadimi? O'zi qoidaga ko'ra u muddat ko'proq davom etadi. Menda o'sha qoidadan mustasno bo'lgani uchun aprelda topshirganman va mayda o'zi viza uchun kirgan bo'lsam, iyulda berga kelishimga to'g'ri kelgan. Menda u qisqa davom etgan. Lekin qoida bo'yicha o'zi, masalan, o'quvchilar noyabr oyida til sertifikatini olib bo'ldi. Hamma narsalarni o'sha portalni universitet dekabrdan yanvargacha ochib beradi, o'zi qoida bo'yicha. Dekabrdan yanvargacha. Unda hamma hujjatlarni topshiradi. Keyin hujjatlarni ko'rgan holda universitet ularga ikkinchi qadam, ya'ni ikkinchi qadam bo'ladi. Ikkinchi qadam, ya'ni o'sha test imtihoni uchun yo'llanma beradi. Ular o'sha belgilangan muddatda imtihonni topshirgandan keyin natijalar chiqqandan keyin yana universitetga jo'natadi. U o'zi martga to'g'ri keladi. Test yo'llanmasini ham universitetdan oladi. To'g'ridan-to'g'ri ko'chadan borib topshira olmaymanmi? Yo'q. Registratsiya qilib? Yo'q, registratsiya o'zingiz qilasiz, lekin sizga ma'qullash kerak-da universitet. To'g'ri keladi, sen dokumentlaring endi test topshir deydi-da universitet. Misol uchun Goethe institutiga borib o'zim ham pul to'lab topshirishim mumkin-ku, lekin testga misol uchun universitetdan o'sha ikkinchi darajaga o'tgandan keyin o'sha o'zi yo'llanma beradi. U yo'llanmasiz topshirib bo'lmaydi umuman. Yo'llanmasiz o'zingiz topshirasiz, lekin universitetdan siz bilmaysiz-ku, keyingi etapga o'tdingizmi yo'qmi? Ha. Testdas u keyingi etapda. Ha, gap yo'q. Xo'p. Testdan o'tdik deylik, ha? Geta 116 chiqdi yoki 105 chiqdi. 108 emas. Nima keyingi qadam? Qaysi keyingi qadamlar nima bo'ladi? Misol uchun testdan oldin ikkinchi qadam tugadi, misol uchun ikkinchi stupen tugadi, uchinchi stupen nima bo'ladi? Ikkinchi etap testasi tugagandan keyin o'zi martda oxiriga kelgan bo'ladi. O'shanda yana universitet natijalarini ko'rib chiqib, keyin yana nima bo'lishini sizga aytadi-da. Yoki universitetga, ya'ni tayyorlov kursiga siz qabul qilindingizmi yoki yo'qmi? Yoki qabul qilingan taqdiringizda ham siz stipendiya bilan qabul qilindingizmi yo'qmi? O'sha narsalar bo'ladi va javobini sizga o'sha aprelda ikkinchi haftalarda aytadi. Ikkinchi haftalarda aytgandan keyin o'zi oxirgi etap, uchinchi qadam bu intervyu bo'ladi. Universitet bilan siz live o'sha video orqali, Skype orqali.
Ha. suhbatlashasiz va qanday borishingiz, qachon elchixonadan o'zi olishingiz kerakmi va keyingi qadamlaringiz sizda qanaqa bo'lishi kerak, hammasi universitet tomonidan aytiladi. Necha kun davom etgan? Misol uchun men ham Bevermans Gespräch bo'ladi. Qancha davom etgan? Menda ham misol uchun juda ham qiziq bo'lgan. Hozir o'sha ko'rayotgan odamlarga juda ham qiziq bo'lishi mumkin. Oldindan savollarni bilganmidingiz? Qanaqa savollar tushgan, tayyorgarlik ko'rganmisiz? Va qanaqadir tinchroq joy bo'lishi kerak, bunaqa ko'chada bo'lmasligi kerak, internet yaxshi bo'lishi kerak menimcha. Ha, punktli bo'lishi kerak, vaqtida kirish kerak va top 3 ta beriladigan savol. O'sha savolga bilmasa, shans kam. Qanaqa savollar o'sha top savollar bo'ladi. Misol uchun universitetda o'sha rektorlar beradi. Qanaqa savol bo'ladi? 3 ta. Shu nima uchun biz universitetimiz aynan deyish mumkin? Qanaqa? Ha, o'sha nima uchun aynan bu universitetni tanlayapsan? Nima uchun aynan shu yo'nalishni tanlayapsan? Kelganingda qanday o'zingni moliyaviy jihatdan ushlab qola olasan, ko'chada qolib ketmaysan yokida. Qanday o'shani qanday qilasan? O'shalarga javob berish kerak bo'ldi o'sha. Nimaga aynan beradiringlar? Asosiy 3 ta savol o'shada. Undan tashqari moslashib keta olasanmi bu yoqqa? Ha, ko'chaga o'sha chaqqon networking bormi yo'qmi ko'rishadi menimcha. Qanaqa необычный savol bergan yoki boshqa siz kutmagan savol bo'lganmi yoki yo'qmi? Men kutmagan savol to'g'risi so'raganida matematika, qanchalik matematikani o'rgangansan va maktabda matematika darsi qancha edi soati? Da. O'sha men kutmagandim o savolni to'g'risi. Ha, shu oldindan tayyorgarlik ko'rgan yaxshi. Hop, Bevermans Gesprächdan o'tdi, tuzagi oldi. Nima keyingi protsess qanaqa bo'ladi? Hozir aytib o'tmoqchiman, o'sha siz intervyuga o'zi taklif qilinganingiz bu 95% universitetga o'zi kirdingiz deganida. Ha. Lekin shunaqa qoidadan mustasno hollarni ham ko'rib qolganmiz. Intervyuga qabul qilingan, lekin intervyudan keyin atkaz olgan, ya'ni qabul qanaqa top qanaqadir falish narsalar qilgan, nima? O'sha balki men o'ylashim bo'yicha finansiy xatoroq aytib qo'ygan yoki Germaniyaga kelishingdan sabab nima? Keine Ahnung degan. Endi balki qolib ketar bilmadim. Chunki oddiy tayyorgarlik ko'rmagan, lekin nemis tilisi bor edi. B2 yoki C1mi? Qanaqa darajadagi bo'ladi? B2 C1? Da. Oddiy o'sha Bevermans Gesprächdan o'tolmagani uchun, o'sha bitta oddiy savolga bera olmagani uchun balki atkaz olgan. Balki. Da. Shuncha ham tayyorgarlik ko'ringlar. Xo'p, tuzagi oldi. Yaxshi, hamma yoqdan o'tdi, savollarga javob qildi. Universitetdan nimadir jo'natiladimi? Qanaqadir aylanding jo'natiladimi elchixonaga? O'sha bo'ldimi? O'sha aylanding oladimi shundan keyin? Universitetdan aynami Beştetyugun oladi. Universitet, ya'ni halicha universitet emas, siz o'sha kursga, ya'ni bizda o'sha fast track programmasi 3 oy davom etadimi? 3 oy davom etadigan programmaga siz kollektivni nimasi? Student kollektivni bu o'rnini bosadi. Ha, o'sha universitetga. O'sha universitetda o'rnini bosadi. 3 oy davomida siz 1 yil bu yerda tayyorlik kursi qilmaysizda, 3 oy o'qib, masalan, maktabda bitirdingiz, mayda bitirdingiz, borsa imtihonlar bilan iyunda bitirdingiz. Iyul, avgust, sentyabr 3 oy davomida siz o'sha tayyorlik kursini o'taysiz va oktyabrda birdan bakalavr o'qish bilan boshlaysizda. Qanaqa nomlanadi o'sha kurs nomi? Fast track. Fast track. Kam bo'lmaganmi sizga? Student kollektiv 1 yil davom etadi, to'g'rimi? U yerda siz ko'proq intensiv darslar yoki ko'proq обширный ko'proq narsa o'rganasizda. O'sha qaysini, misol uchun fortali, naqtali o'sha fast trackingizni 3 oylik kurs bor, keyin sразу universitetni boshlab ketasiz birinchi semestr. Lekin bu yerda student kollektiv bor, 1 yil o'qib, yana keyin birinchi kurs bo'lasiz. Qaysi biri yaxshi, qaysi birini tavsiya qilasiz? Agarda miyasida yaxshi bo'lsa, balki 3 oylik yaxshidir, to'g'rimi? Agarda miyasida yo'q bo'lsa, balki student kollektiv yaxshi. Nima deb o'ylaysiz? Baribir o'zini yaxshi va yomon tomonlari bor. Birinchidan, agar kimda o'sha Germaniya orzusi rostdan yonayotgan bo'lsa, tezroq kelmoqchi bo'lsa, fast track yaxshi. Menda ikkinchi argumentim u baribir finansiy bo'lgan. Chunki 1 yil davomida o'zingiz, mana bu yerda ota-onangiz sizga jo'natayotgan pul bilan qoplashingiz kerak. Baribir o'zimizdagi summani siz Germaniyaga chaqirishingiz kerak-da keyin. Agar o'sha moliyaviy jihatdan 3 oyda siz tezroq tugatib, keyin rasmiy student bo'lib, o'zingiz o'qib, o'zingiz ishlab, Короче, tushunalik. Agarda misol uchun tezroq ishga kirib, tezroq studentskiy viza olib ishlayman desa, fast track o'sha 3 oylik kurs, keyin studentskiy hayot. Xo'p, atak normalniy bilimda o'qib, vali pulim bo'lsa, integratsiya normalniy bo'ladi desa, 1 yil stipendiya yutgan bo'lsa yoki nimadir bo'lsa, takda ketaveradi. Uyda qanday topdingiz? Germaniyada misol uchun hozir Berlin shahrida, sentrda juda ham uy topish qiyin.
propiskani o'zi ham pul bo'lib turibdi. 80 euro, 60 euro. Hali kamutta iPhone olganda odam yashaydi-da, hali kvartira topadi, lekin albatta propiska yo'q. Sizda qanaqa bo'lgan, misol uchun, kvartira topish qiyin bo'lganmi yo osonmi? Hozir finansiy tomondan necha pul rasxod ketyapti? O'rtacha shu videoni cho'zmaymizda. Uyni qayerdan topgansiz? To'g'risi bizga universitet aytgan, sizlar kerak bo'ladi, o'sha universitet bilan bog'lanmaysizlar, sizlar undan tashqari alohida o'shanaqa nima deymiz, alohida Studentenwerk bor. Ha. O'sha nima abtaylimi o'sha aloqaga chiqishingiz kerak. O'sha ofisga siz universitetdan o'sha sekretari bor, o'sha nima ofisi bor, o'sha apshaga qaraydigan, to'g'rimi? Ha. O'shanga sizlar murojaat qilgansiz alohida. Qilishingiz kerak, menga xona kerak. Ya'ni aynan qayerdan bo'lsin, qanaqa bo'lsin, o'shalarni ham endi aytasiz, lekin o'shanda biz kirgan paytimizda hamma talabalarga qandaydir joy yo'q deganda bizga. Joy yo'q degan, masalan, fevralda o'zi intervyu yo'q, aprelda bo'lyapti. Aprelda intervyu bo'lganda joy yo'q degan yoki biz o'sha paytda tashlagan bo'lsak ham отказ kelganda, yotoqxonadan joy yo'q deb. O'shanda bilmaysiz nima qilamiz, nima qo'yamiz. Keyin o'zi viza jarayoni bu kelishingizga taqab qolganda joy chiqib qoladi. O'shanda birdan kautsion boshqa narsalar to'lab. Ha, kautsion bu 3 oylik oldindan naqd pul to'lab qo'yish kerak. O'sha pul to'lash remonti buzilsa o'sha puldan oladi. Shu baribir zaявка tashlab qo'yish kerak. Yo'q desa ham baribir tashlab qo'yish kerak. Lekin bizni o'sha Frankfurt Oder shahrida berlinchalik muammo bo'lmaydi, yotoqxona ham arzonroq. Ha, necha pul bilan kelgansiz o'zingiz bilan o'sha? O'zingiz bilan olib kelgansiz, misol uchun men 350 ga olib kelganman yevro 1 oy 2 oyga. Siz qancha olib kelgansiz o'zingiz bilan shaxsiy, misol uchun adaptatsiya bo'lib ketgan yoki nima qilgan O'zbekiston? Summani aytish kerakmi? Necha pul summa? Yevromi, 200 yevromi, 300? To'g'risi men boshqa Примерно ming olib kelgan edim, o'sha ya'ni iyul avgustga yetgan. Keyin yana bu yoqqa universitet boshlanib, o'zim sertifiklab olganimcha ota-onam baribir ko'maklashib turishgan, har doim yonimda turishgan moliyaviy jihatdan. Misol uchun men ham nemis madaniyat markaziga borganman. Nemis hali tarixlari bilan, nemis raqsi bilan juda ham qiziq, yaqin tanishman-da. O'zim polka tushardim. Hali doim hali Hanoverdagi hali kitobdagi hali nemetskiy dах uylar, hali taxtali uylar atmaligi o'shanaqa his qilardim. Keyin Germaniya deganda o'sha Volkstanzlari his qilishni deb o'ylardim. Sizda qanaqa haligi fikringiz bo'lgan Germaniya haqida? Misol uchun menda o'sha raqslari yoki uylari Germaniya deganda, misol uchun hozir Berlinda biz ko'rinmaydi unaqa uylar. Qanaqa sizda bo'lgan assotsiatsiya Germaniya deganda? Menda Germaniya desa, to'g'risi bittada Germaniya desa, menga to'g'risi bittada mashinalar keladi, xayolimga ikkinchi o'rinda futbol keladi. Ha, juda ham qiziq. Mana futbolda bo'ldim, o'tgan safar Olimpiya stadionida. Juda ham mazza, 60 mingta odam baqirib, haligi ichingizdagi energetikani chiqarib, realni mazza qildim. O'zim shaxsan futbol kam ko'raman, lekin realni futbol stadionda qiziqarliroq. Ha. Keyingi savol. O'qish qanday o'tyapti sizda? Birinchi semestr tugatdingiz mana. Qanchalik qiyinchiliklari bor? Fanlari qiyinmi? Nemis tilida o'rganish, misol uchun. Sessiyalarda qiynaldingizmi yopgandim? Qanday bo'lyapti o'qishlar? To'g'risi birinchi semestr baribir o'sha moslashuv davriga to'g'ri kelgani uchun menda qiyinroq o'tdi. Chunki birinchi marta o'zi har doim yurtimizda do'stlarim davrasida, yaqinlarim, oilam har doim yonimda bo'lgan, nima bo'lsa qo'llab-quvvatlab turgan. Birdan bu yerga keldingiz, bitta o'zingiz qolib ketdingiz. Bitta o'zingiz qoldingiz. Hamma do'stlaringizni tashladingiz-da. Boshqa hamma narsani o'zingiz qilishingiz kerak. Uyda ayiz yoki singlisizga ovqat yuvish kerak, ham ovqat pishirish kerak, tozalash kerak, produktlarni ham o'zi olib kelish kerak. Ha, to'g'ri. Undan tashqari fanlar to'g'risi biz o'zimizga kerakli fanlarni o'tardik. Fanlarni to'g'risi yaxshiroq o'qib, yaxshilab o'qib, yaxshi fanlarga yopsa bo'ladi fanlarni, lekin bu yerda hamma narsani o'zingiz rejalashtirishingiz, o'zingiz qilishingiz va o'zingiz ishlab, o'zingizni kuningizni o'zingiz ko'rishingiz evaziga to'g'risi bu ham hammasi vaqt oladi va o'qishingizga ham vaqt ajratishingiz kerak. Bitta savol keldi shu paytda. Misol uchun hozir turganimizda, yarim yil orqaga qaytganimizda qanaqa tavsiyalar berardingiz o'zingizga? Misol uchun shu fanlarni balki ko'proq yopishga yoki nima yaxshiroq yopishga yoki nima tavsiya berasiz o'zingizga? Misol uchun ko'proq
universitetga borishmi yoki networking qilishmi, tanishishmi, birinchi semestr baribir ham hamma tanish bo'ladi, hamma gangirab yuradi, aqa-baqa, yangilar. Birinchi semestrni boshiga qaytganimda qanaqa tavsiya berardingiz, misol uchun? Boshida tanishish kerakmi, universitetga kelgandan keyin hamma bilmaydi-ku nima qilish, to'g'rimi? Вообще yangi davlat, короче, yangi endi boshqa nima gangirab yuradi-ku, o'shanda balki tanishib olish kerakmi kursdoshlar bilan, gruppa bo'ladimi yoki yo'qmi? Nima u, qana o'sha agarda orqaga qaytganimizda hozir ertaga birinchi kun yoki ikkinchi kun bo'ladida, qana o'qardingiz? To'g'risi, o'sha 6 oy oldingi Og'abekka agar uchratib qolsam aytardim, o'zing bilan o'qiydigan kim o'qisa o'shalarning oldiga bor, gapir, tanishib ol. Eng muhimi, ularda ham maqsadi seniki bilan bir xil bo'lsin. Undan tashqari stipendiyang bor. Ko'proq e'tiborda o'qishingga qarat, jashga berilib ketaman. Misol uchun siz necha yoshingizda keldingiz? Men 18 yoshda, 18 Da, yoshda. 18 yoshda kelganingiz to'g'ri ish deb o'ylaysizmi yoki noto'g'rimi? Shunday men qaraydi. Nima deb o'ylaysiz? Tak, yetadi. Nima deb o'ylaysiz? 18 yoshda to'g'risi men maslahat bergan bo'lardim. Masalan, o'zimdan 1 yil orqaga qaytadigan bo'lsam, Og'abek shoshmagin, o'sha Germaniya turadi. Da, ichqariga qochib ketgan, mana turibdi. O'zing masalan o'zingni ko'tarib ol. Maktab bitirgandan keyin birdan men o'qish bilan boshlayman deb shoshilganman-da. Hozir o'ylasam, undan ko'ra 1 yil O'zbekistonda mayli oliy ta'limga kirib qo'yay. O'sha yerda o'zimizda oliy ta'limda ham ko'rib, o'sha paytda ingliz tillarida o'rganib yoki oilam davrasida, ota-onam davrasida ko'proq vaqt o'tkazib, keyin birdan kelsam bo'lardi-da. Baribir boshlayman-da o'sha universitetda. Ha, Germaniyaga ketmaydi, C1 bor, misol uchun haligi bilimingiz bor bo'lsa, ichqariga qochib ketmaydi. Shu prosta hamma yo'qda haligi tayyor qilib olib, misol uchun prava qilib olsa bo'ladi. Yoki boshqa narsa, ingliz tili. Aytganimizdek, sartaroshlik kurslari o'ziz uchun, erkak kishi uchun ha, misol uchun, Shu do'stlar, Germaniyaga bir xilga odamlar juda ham raketaga o'xshab shoshilib uchib keladida, qo'nadida, lekin tasavvuridagi o'sha miyasidagi shu rasm, bu yerdagi rasm bilan live hayot bilan to'g'ri kelmaydi-da. O'shuning uchun ham kamida nemis tili basic A1, A2 o'rganib o'sha kelinglar va qiynalib qolmaysizlar. Ish topayotganda ham misol uchun eng kerakli narsalar nima universitetga kirish uchun? Mana hozir mana kelmoqchi bo'lgan odamga universitetga C1 kerakmi yoki B2 kerakmi? O'sha vaqtida o'sha takomillar topshirish kerakmi? Nimalar kerak? Eng kerakli narsa universitetga kirish uchun. Eng kerakli narsa o'sha siz demak kamida B2 kerak. Undan tashqari universitet aytganday test imtihonini topshirasiz. Motivatsion xat kerakmi, Lebenslauf kerakmi? Motivatsion Lebenslauf tarjima hollar bu har doim bo'ladi. Har doim ajralib bo'lmas bo'lagi. Undan tashqari agar men Germaniyaga kelayotgan bo'lsangiz ham siz, endi men xalqaro iqtisod sohasida o'qiyman, ingliz tilini bilib olganingiz o'zingiz uchun yaxshi. Ingliz tili kerak. Ingliz tilini ham bilsa yaxshiroq. Albatta. Blokshot qolib ketdi. Mana nimadir qilaman deganman-da, kamida A1mi, Opermi yoki nimadir qilib ketaman deganman-da. Shu doim o'sha niyat qilish kerak va ko'rish kerak o'sha manzilini. Germaniyaga ketmoqchimiz. Germaniyaga rasmlar chiqarib qo'ying, Brandenburg rasmini chiqarib uyingizga ilib qo'ysangiz, har doim qarayotganingizda ko'rib, o'shana tasviriy vizualizatsiya bo'ladi. Sizda ham bo'lganmi shunaqa narsa? Misol uchun uyda misol uchun rasmlarni chiqarib Germaniya haqida qilganmisiz nimadir? Menda birinchi navbatda bitta katta dunyo xaritasi bo'lardi. Ikkinchi oldida Germaniya xaritasi turardi-da. Qaysi shaharlarga borsam yaxshi, qayerlar, undan tashqari o'sha o'zim yoqtirgan shaharlarda rasmlar turardi xonamda. Masalan, o'sha Köln bo'ladi, München bo'ladi, Düsseldorf. Blokshot agar topolmasalar ham FSJ ham bor yoki Ausbildung ham bor, bu katta pul ketmaydi. Lekin siz blokshot qo'yganmisiz, yo'qmi? To'g'risi, agar talaba bo'lib kelayotgan bo'lsangiz, sizda 3 ta yo'l turadi, yoki siz birinchi navbatda to'liq 100% o'sha DADni stipendiyasini yutib olishingiz kerak, yoki da siz blokshot qo'yishingiz kerak. Yoki uchinchi variant sizda tanishingiz bo'lishi kerak. Qaysi kim Germaniyada u sizni qaramog'iga olib, nima bo'lsa siz uchun turib bera oladigan. Moliyaviy bo'ladimi, ruhiy bo'ladimi? Nemis fuqarosimi yoki O'zbekiston fuqarosimi, buni farqi yo'q. Faqat oilaga yetsa, o'sha imigratsion sentr Avstriyaning Behriga boradi, o'sha zayavkani topshiradi-da, ular ko'rib chiqadi.
ha yoki yo'q deydi. Agarda ha desa, keyin yozib beradida, o'sha 12 ming qo'ymasdan kelasiz. Ha, uni keyin sizga jo'natish kerak Germaniyadan. Siz uni elchixonaga o'zingiz bilan original olib versiyasi. kirasiz. Ha. Keyingi savol. Mansur aka ko'rib turgan bo'lsa, aka rahmat kattakon. Ana bo'lmasam. Mansur aka, katta rahmat yozib berganingiz uchun, borligingizga, shu yerdaligingizga. Xudo xolasa xizmatlar qilamiz. Qilamiz. Shu yerdamiz, Berlindamiz, o'tamiz. Myunxenda, brat. Ha. Shu yashayotgan shaharingizda pluslari va minuslari. Men yashayotgan shaharda pluslari o'sha shahar kichkina bo'lganligi uchun birinchidan o'sha yashashingizga ketadigan chiqimlaringiz sizda kamroq. Ikkinchidan hamma joyga yaqin, universitetga ham, boshqa joyga ham yaqin, Uyga ham yaqin. uyga ham yaqin. Ha. Mana shu eng katta pluslari. Minuslarga keladigan bo'lsak, o'sha shahar kichkinaligi ham bu plus ham minus. Ha, ikki tomonga o'ynaydi. Hali yayin deydi-ku nemislar. Umuman tushunmayman, hali yayin deb qo'yapti. Yo'q, ha ham emas, yo'q ham emas-da. Shunaqa juda ham hali wunderbar so'z bor-da. Xo'p, Shahar kichkina, ish topishingiz qiyin bo'ladi. atak oldindan hali yashayotgan bo'lsangiz, ikkinchi, uchinchi kursdagilar baribir ishlaydi, to'g'rimi? Ular oldindan kelgan, prosta kirib olgan, yuraveradi. O'zini yo'lini topib ketgan o'zi ular. Ha, atak stipendiya olaman desa, stipendiyalar beradi. Agar yaxshi o'qisa, bir ikkita stipendiyalar bor. Har xil stipendiyalar bor, olsa bo'ladi. Masalan, Deutschland stipendium yoki siz aynan o'sha nemis tiliga ixtisoslashgan maktabdan kelsangiz, motivatsion stipendium, undan tashqari universitetga tegishli bo'lmaydigan boshqa Deutschland stipendium bor ekan, 1 yilga. stiftumlarga ham topshirsangiz bo'ladi. Beradi. Hamma yoq qilish kerak, o'sha O'zingizga motivatsiya bog'liq. olish kerak, yaxshi o'qish kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Student bo'lmoqchi bo'lganlarga nima deysiz? Misol uchun ko'proq ingliz tilini o'rganish kerak, o'sha networking qilgani, chunki internatsional til. Studentlar ham, internatsional studentlar ham bo'ladi, talabalar. Ular bilan ham chiqishib ketish uchun o'zingizga ko'proq baribir do'stlar orttirish uchun ingliz tilini ham bilgan yaxshi. Ham nemis tiliga e'tibor bersin ko'proq. Birinchi o'rinda nemis tili. Ha, do'stlar, mana hamma viloyatga salom, hamma 12 ta viloyatga salom, O'zbekistonga salom, albatta Farg'ona, Samarqand, Toshkent, hammaga salom. Bizni kuzatishda davom eting. Agarda bir ikkita savollarga javob bermagan bo'lsak, albatta kommentariy qoldiringlar. Keyingi safar albatta Og'abek bilan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Biz esa sekin-sekin Frankfurt yo'liga ketishimiz kerak. Nechida poyezd? 49 dan 44 bo'libdi. Sekin, rahmat. Sizga ham rahmat. Kelganingizga rahmat.